5 milliard pulni mixlab qo'yibmi bu yoqqa. Mana paytgacha imonni avto Valyutini ham hech paytgacha hech qaysi reklama qila olmaydi-ku. Mendan boshqa. Mana 5 milliard pul mendan boshqada bo'lmaydi. Toshkent shaharga aksiya e'lon qilaman. Siz kelganingizni hurmati. Toshkent shaharga boshlang'ich 3250, 3200, 3150, 3100 emas. Dushanbadan chorshanbagacha 3 kunga $3000dan boshlang'ich to'lov bilan 10 ta Cobalt aksiyaga qo'yaman. Bizda arzon deb ajash qilib ko'kragiga uradigan akalarimiz, diqqatni eshitamiz. Men yana keldim. Shartlar aniq, hech qanaqa penya jarimalari yo'q, shtraflari yo'q. Halol nasiya qilib olib ketaverasizlar. Deb butun hamma joyda bor-ku, ikkiga bo'lib tashaylik. Davay bo'lamiz. Sindiramizmi? Sindiramiz. Qanaqa qilib bilasizmi? Toshkent shahar, Toshkent viloyati butun respublika bo'yicha halol nasiya so'raganlar bor-ku. Shular uchun ham variant qilib qo'ydim. Bo'ldi, gapi davay. 8%. 8%dan bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin. 8% gapir. Nima deyapsiz? Syomkada bozorlarda, salonlarda janjal qilib, bu mashinani men olaman, bizda arzon deb ajash qilib ko'kragiga uradigan akalarimiz, diqqatni eshitamiz. Men yana keldim. Eng arzoniga, eng zo'riga. Bu oddiy reklama emas. Qachonki bu yerga kelasizlar, o'shandagina bilasizlar. Da aytgancha, butun bozorda, butun avtosalonlarda aylaninglar. Respublika bo'yicha eng arzoni, eng oxiriga Premier Avtositiga kelasizlar. Uverinmisiz? Конечно. Isbotlaganmizmi? Конечно, Mujik isbotlaganmiz. сказал, mujik сделал. Mujik сделал. To'g'rimi? Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilar, Nasim Xolovning ashaddiy muxlislari. Akalar, har doim aytganman, kiysangiz ham kovushimni qila olmaysiz turishimni. Endi foydasi yo'q. Aka, sizni yana bir marta oldingizga kelganimda maqsad bu safar nima qilib berasiz meni obunachilarim mana shu videoni ko'rakka aka-ukalarimiz uchun? Xo'p, bitta ish qilamiz. Qarang, butun respublika bo'yicha oddiy qilib aytaman, hozirgi kundagi trenddagi avtomobilimiz Cobalt 2025 best probeg avtomat. Style'larimizda boshlang'ich $3250 bilan mana ko'rsating. Cobalt Style deylik. Cobalt Style'larda boshlang'ich $3250 bilan oylik to'lovi valyutnida $316dan 5 yilga chiqyapti. Bu degani kurs tushib ketyapti, ko'ryapsiz? Da, kurs tushyapti. 3.800.000 dan bo'ladi. Bu valyutada olinglar deganimda ayrimlar dollar ko'tarilib ketsa kuyib ketamiz deb 1 yildan beri yig'laganlar endi qaytib kelyapti. Valyutada olamiz. O'sha payt aytganingizni qilmay so'mda oldim. So'm qadri ko'tarilib ketdi, dollar qadri tushib ketdi navorada. Yana bitta narsani eslatib qo'yay, do'stlar. Butun respublika bo'yicha valyutniga eng arzon protsenti, eng arzon kursda faqatgina Premier Avtositiga kelasizlar. Boshqa yerda yo'q. To'pa-to'g'ri. Boshqa joyda yo'q. Hoji aka, siz uchun bitta yangilik bor. Xo'p. Butun hamma joyda bor-ku, ikkiga bo'lib tashaylik. Davay bo'lamiz. Sindiramizmi? Sindiramiz. Qanaqa qilib bilasizmi? Toshkent shahar, Toshkent viloyati butun respublika bo'yicha halol nasiya so'raganlar bor-ku. Shular uchun ham variant qilib qo'ydim. Bo'ldi, gapi davay. 8%. Dan mana endi bu endi haligi hoji akalar ko'pchilik aytadi, foiz hisoblamanglar deydi. O'zi aslida dori-darmon sotadigan ham, materialchi ham, boshqasi ham hammasi tovarni olib kelgandan keyin ustiga 10%, 5% ni qo'yib sotadi. Bilamiz. Endi men nima demoqchiman? Akalar, halol nasiya savdo so'raganlar uchun halol nasiyani ham yo'lga qo'ydik. Valyutnida kelaverasiz. Shartlar aniq, hech qanaqa penya jarimalari yo'q, shtraflari yo'q. Halol nasiya qilib olib ketaverasizlar. Butun respublika bo'yicha bitta Andijondan tashqari. Halol nasiya bo'ladimi? Nasiya savdo. Uni kommentariyada yozasizlar. Nasiya savdo deydimi? Bo'ldi. Arzon narxlarda, boshlang'ich to'lovlari arzon, oylik to'lovlari arzon. Ko'chada masalan to'g'risi aytaman, 30 talik deydi, 25 talik deydi-ku ochiqchasiga. Unaqa narsa yo'q. Endi keling shuni jaydaricha tushuntiraylik. Ya'ni o'sha necha foizsiz qo'yib turib sotasiz mashinani. Men mana misol deyman. Bitta narxda sotildi. Foiz yo'q, pena yo'q, boshqa yo'q, lishni pul to'lash yo'q. To'pa-to'g'ri. Tartiblarini ham ko'rasizlar, shartnomalarini ham o'qiysizlar. Shartnomada shtraf yo'q, penya yo'q. Bu narsani ham yangilikda o'ylab topdik. Endi ayrimlar bor orqamizdan yugurib yuradiganlar, uni ham qiziqsin. Olamiz deb harakat qilib yurganlar borda ayrimlar. Shunday. Endi men nima demoqchiman? Buni jigarim akamga nisbatan tegishlab gapirmayapman bu gapni. Bundan akam mustasno.
Chunki u meni akam, aka-ukamiz. Bo'ldi, Lekin ayrim qolganlarga nisbatan aytaman. Izimdan yugurib yurganlar, o'ktamnikidaqa bo'lsin, o'ktamnikidaqa bo'lsin deganlarga bitta gapim bor. Yana sizlar orqadasizlar, jigarlar. Endi halol nasiyani yo'lga qo'ydik. Cobaltni Vesprobegni masalan olaman desalar, keladilar. Shartlarni kelgandan keyin tushuntiramiz. Shartnomalarni o'qitamiz, o'qib ko'radilar. U albatta haligi nima deydi? Islom ahkomlari asosida bu murobaha, ya'ni markab savdosi deyiladi. Men bitta joyda xafa bo'ldim aka. Nimaga? Mana endi aytaman, kamera borligida. Ba'zi bir o'sha mana Cobaltlar sizdan ketyapti. Damas, Labo, mana JM'larda hammasi qo'lingizda turibdi. Nechta kerak bo'lsa topib bera olasiz. Problema yo'q. Problema yo'q. Mana tan olibdilar. Sizdan o'sha arzon joy deb mana reklama qilyapmiz. Ba'zi bir bozorda bir burchagida o'tirgan akalarimiz kelib turib, shartta olar ekanda, eqa borib ustiga qo'yib urar ekan. Unisiga nima deysiz? Bo'lishi mumkin aka. Bitta narsa aytaymi? Kimki qanaqa eplasa qandini ursin, oshi bo'lsin. Lekin bir gap. Menda Cobaltlar qabristoni bor. Xohlasalaringiz ko'rib ketasiz. Daryoni bo'yida. Undan tashqari yana 50 ta deysizlarmi, 100 ta deysizlarmi? Yana bir mardlik. Har doim aytaman, mendan naqdga mashina oladiganlarga foyda yo'q. Foyda yo'q. Naqdga oladiganlar akalarimizga o'z narxida Cobaltlarni naqdga berib yuboraman. 1 so'm foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Foydasi javob gapimga 1 so'm foydasi berib yuboraman. Erkak so'zi. O'sha ana Любойdan surishtirsinlar, naqdni ham. 5 oylab, 6 oylab zavodda kutadigan narxlaring bor-ku. Shu narxda kelib turib, shuna pulni to'lab turib, joyiga 2 soatda olib ketinglar. Chunki deganda bitta narsa aytaman. Masalan, bozorda hozir 13300, 13200 sotilayotgan bo'lsa stayllar, kelasizlar azizlar. Masalan, bugun 13000 bo'lsa 13000. Ertaga 12900 bo'lsa 12900 naqdga. Naqd narxi necha pul bo'lsa, foydasi o'sha narxga sotaman odamlarga. Tushunarli. Yurtdoshlar, videoga like bosasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Bitta maslahat. Halol nasiya so'raydigan yurtdoshlarimiz uchun, pожалуйста, kelinglar Toshkent shahar, Toshkent viloyati respublika bo'yicha halol nasiyaga ham qilib beramiz. Avtokredit esa avtokreditga ham qilib beramiz. Naqd esa naqdga ham qilib beramiz. Bundan ziyod nima qilish kerak? Hamma variant bor. Keyin yana bir gap aytaman akalar. Xo'p, Cobalt staylarimiz naqdga o'zi narxiga ketdi. Avtokredit olaman degan yurtdoshlarimizga boshlang'ich $3250 bilan butun respublika bo'yicha oylik to'lov $316 Cobalt Style 3,8 so'm bo'ladi 5 yilga. Akalar, bir narsani aytib qo'yay, so'z o'rnida. Ya'ni nasiya savdo, markab savdosi asosida murobaha deydilar. Shunaqa qilib olaman deganlarga ham boshlang'ich to'lov bilan oylik to'lov pashti shunaqa bo'ladi. Faqat o'zgarmaydi. Penya shtrafi yo'q. O'zgarmaydi. Qanaqa boshlang'ich to'lov to'lab, oylik to'lov gaplashilgan bo'lsa, shu yo'nalishda 5 yil bo'lsa 5 yil, 4 yil bo'lsa 4 yil, 3 yil bo'lsa 3 yil o'zgarmaydi. Unda dasrochli pagasheni degan narsa yo'q. Unda opshi qarzingiz qancha bo'lsa o'sha pul to'laysiz. Endi eng qizig'i shuncha gapdan keyin ham buni ham bor-ku, patentlatganman. Buni ham faqat primerda bo'lar ekan. Boshqa joydan qiziqib yurmanglar. Yana o'ktamnikidaqa deb turib borib, buni ham halol narsani yo'lga qo'yibdi deb so'rab yurmanglar. U ham patentlangan, aytib qo'yibman. Shuncha gapdan keyin ham tushunmadik desalaring bor-a. Hech yomon urib yuborgim kelyapti. Eng arzoni primerda akalar. Videoga like deb bosinglar. Keyin yana bir narsa aytaman. Boshlang'ich $3250 dedim-ku Cobaltga. Mendan arzoni yo'q. Agar mendan arzon topib olib kelsalaring, qilib bera olmasam, Lyuboshaga mashlang tekinga beraman. Yana bitta joyi Toshkent shaharga aksiya e'lon qilaman. Siz kelganingizni hurmati. Toshkent shaharga boshlang'ich 3250, 3200, 3150, 3100 emas. Dushanbadan chorshanbagacha 3 kunga $3000dan boshlang'ich to'lov bilan 10 ta Cobalt aksiyaga qo'yaman. Ulgurib qolganlar qoladi, qolmaganlar xafa bo'lmanglar. Call centerga telefon qilib to'polon qilmanglar. 10 ta Cobaltda $3000 boshlang'ich to'lov, oylik to'lov o'sha $316. Aka, men qachon kelganimda 20 ta, 50 ta, 100 ta qo'yamiz. Aka, bu katta narsa bu. Yo'q, katta narsa. Endi bir narsa aytaman. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar yurtdoshlar. Maksimal do'stlarga tarqatinglar videoni. Keyingi viloyatimiz Toshkent viloyati deysizlarmi, Sirdaryo deysizlarmi, Xorazm deysizlarmi, Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona, Bo'g'a vodiy qisqasi farqi yo'q. Qayerda aksiya qilishimni ko'proq so'ragan aka-ukalarimiz chiqsa, o'shani aksiya qilib arzon narxda yana 10 ta 20 ta Cobalt qo'yamiz. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringizlar. Kimni kommentariyasi ko'p bo'lsa, o'sha viloyatga aksiya qilamiz. Andijonga nima qilamiz? Andijondan tashqari. Andijonlik akalarimni yaxshi ko'raman. Meni tartibim emas bu. Mendan bo'ldi, gap yo'q. Endi qarang. Yangi mashinada tushuntirildi. Da, hammalaringga mana
moshin bu tarafda turibdi. Mana bu tarafda turibdi moshinlar. Xo'p, endi Labo bilan nimani ham aytib o'ramiz? Davay, ayting o'shani. Keyin do'stlar, probegi bor. Ozroq yurgan bo'lsa ham arzon moshinlardan bormi? Toza moshinlardan deydigan bo'lsang, Da, ichkarida bor. kiramiz hozir. Labo bilan Cobalt anaqamiz, Damazlarimiz mana. Bu yerda qo'yganimiz, qolgani Damazlar qabristoni bor alohida. U yerga qo'yib qo'yibmiz. Labo bilan Damaz. Ekzemplyar xullas. Ha, aytib qo'yibman, Labo bilan Damaz salon narxi 96 million 932 ming to'laysiz. Notariusi tekin, nomingizga o'tkazib, nomeringizni taqib ketaverasiz. Naqdga salon narxi. Aytib qo'yibman. Nasim Xolov deb kelganlarga 20 litr benzin ham qo'shing aka. Mayli akajon, hurmatingiz bor. Mayli, salon narxini to'lasizlar, 20 ta benzin salondan arzon. Qaranglar, Nasim Xolov deganlaringga shuna 20 litr benzinni shuna quyib berishadi. Qadarkaga. Lipo boshingga, bosinglar gaz. Mujik сказал, mujik сделал. Kelaverasizlar. Akalar, keyin yana bir narsa bor. Viloyatdan kelgan yurtdoshlarimizga gasnitsamiz tekin, aytib qo'yaman, obedimiz, oshxonamiz tekin, uni ham bilasizlar. Albatta, xo'p, keyingi masalamiz naqdga olaman desangiz ham, variantga olaman desangiz ham, avtokreditga olaman desangiz ham bizga umuman farqi yo'q. Lekin shuni aytib o'taman, bu joyga borsin. Javob gapimga, mendan arzoni yo'q. Mendan arzonini topib, olib kelib isbotlab berib, shundan arzon qilib bera olmagan kunim onasi demsin, liboy mashinamda olib ketsin. Salonni ham yopib yuboraman kerak bo'lsa. Javob gapimga. Qilib bera olmayman. Zarar qilsam qilaman. Men hech kimdan bu gapni hech qayerdan eshita olmaysizlar lekin. Sinasinlar. Bir gap aytaman, menga kelmasin hech kim. Menga umuman kelmanglarda, butun respublika bo'yicha aylansin. Aylansin birinchi. Grafiklarni yig'sin, mana buncha qilib yig'sin. Aka, mana sizdan arzon topdim deb turib olib kelsin. O'shandan arzon qilib bera olmagan kunim, mashinam sovg'a qilaman, boshqa chiqmayman mendan arzon deb. Xohlasalar syomka qilib olsinlar meni. Men bekorga kelmayman-da. Kelaversinlar. Javob oldiga bekorga kelmayman. Atvet. Maqtamayman, birovlarni yomonlab o'tiribman. Konkurentlarimni yomonlayman, ular ham inson, ular ham menga o'xshagan mujik. Omadini bersin hamma ukalarimda. Hammangizga hech qanaqa husumatim yo'q. Prosta bu raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Hamma raqobat qilsin, xalq mazza qilsin. Bo'ldi. Xalq mazza qilsin. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, narxlarni tushuntirdingiz-a o'sha. Ha, endi buni avtokreditga olib beradigan bo'lsak, Xo'p, valyutnida boshlang'ich 2000 qancha bilan beryaptik? 2330 dollar boshlang'ich to'lov, oylik to'lovi 2 million 350 mingdan 5 yilga to'g'ri keladi. Endi yana bitta narsa aytaman, 5 ta Labo, 5 ta Damazda boshlang'ich 2330 dollar bor-ku, dushanba, seshanba, chorshanba 3 kunga kelganingiz uchun faqat Toshkent shaharga 5 ta Damaz, 5 ta Laboni Lavs halol 2330, 2300, 2250 emas. 2200 dollardan olib ketaversinlar. 5 ta Damaz, 5 ta Laboga aksiya. Ham aksiyaga ketdi. 2200 dan mazza qilsin, xalq mazza qilsin. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. 8 soat gapdiki nima deyapti? Like bosib qo'yasizlar. Ha do'stlar, endi probegi bor mashinalarni ko'ramiz. Bugun videomizni qisqa qilamiz, shuning uchun ekran qarshisiga yaxshigina joylashib olinglarda, yuraklaringiz ushlamasdan, yoqani ushlamasdan vaqtiga tez narxlarni eshitib olinglar. Xo'p, bu mashinchamiz, xo'p, bu trekerimiz, akalar, Trekker Premier Plusimiz. Xo'p, boshlang'ich to'lovi 5580 dollar bilan chiqar ekan. 5,5 ming bilan olib ketaveringlar. Oylik to'lovi 449 dollardan. 5 million 450 mingdan. Bundaqa oylik to'lov, bundaqa boshlang'ich to'lov bilan yo'q. Kelaveringlar. Halol nasiyaga olaman degan akalarimiz ham kelaveringlar. Nasiya savdo asosida ham qilib beraveraman. Javob gapimga, atvet, penya, shtraf bunaqa gaplar yo'q. Kelaverasizlar. Bu ham faqat Premierda patentlangan aytib qo'yaman. Redline aka, bu 20 ming yurgan. Ha, bu Redline. 20 ming yurgan. Men Premier Plus haqida gapirdim. Bu besprabegmi? Ha, bu besprabegmi? Yo'q, bu probeg 20 ming bilan. Siz bu besprabeg haqida aytilgan ekan. Akalar, bu Redline ekan, probeglik. Besprabeg Trekker Premier Plus haqida aytdim. 25 avtomat pachka. Boshlang'ich to'lovi 5,5 ming dollar, oylik to'lovi 5 million 450 ming so'mga to'g'ri keladi. Valyutnida, dollarda to'laysizlar. Bu-chi, bu men 20 ming. Bu Redline'imizda yo'q ekan menimcha. Bormi? 10x Redline bor. Siz oqtarib turing, do'stlarga men bir ikki og'iz gapni gapiraman. Xullas do'stlar, men ichkaridagi mashinalarda, salonni ichiga kirib ko'rsalaring, probegli arzon mashin, eng qizig'i qayergadir mashina olish uchun 200 dollarlab tekshiruvga bermaysizlar. Bular o'zlari kraskasidan tortib, ikir-chikirigacha tekshirib tayyor har bitta kraskasi chiqqan detal uchun 500 dollardan pul minus qilib beraveraman. Pitno chiqsa ham mayli, roziman. Da. Qayerdadir kraskasi bor bo'lsa, bor deb yozilgan. Mana, ko'raverasiz. Urilgan bo'lsa, urilgan deb yozilgan. Toza bo'lsa, toza deb yoziladi. Yili, hammasi yozilgan, nomerigacha, probegigacha. Probeglari avvalo xudo halol, kraskalari aytganimizdek toza,
Agar kraskalari toza bo'lmay chiqadigan bo'lsa agar, chunki tekshiriladi bular. Shunday. Qo'l qo'yib beriladi, kassapamiz javob beradi. Oyligidan minus bo'ladi. Har bitta detal uchun $500. Tracker Redline'imiz 20 ming kilometr yurgan, yili 2025, 20 ming yurgan, kraskasi top toza. Boshlang'ich to'lov $4,400 bilan oylik to'lovi 5,5 million. Kelaverasizlar. 5 yilga. Xo'p, dalsha. 5,5 million bilan Tracker Redline yo'qda, hech qayerda. Gentraga to'layaptilar 5,5 milliondan. Xo'p, bu Cobalt'imiz $2850 boshlang'ich to'lov, oylik to'lovingiz $316. $316 oylik to'lovi, menimcha 2025. 2025 kraskasi toza 30 ming yurgan, oylik to'lov $316, ya'ni 3,8 ming, boshlang'ich to'lov $2,850. 25 $2,850 bilan. Bormi shunaqasi? Va layklarni ayamanglar. Aytib qo'yapman, keyingi safarga qaysi viloyatda aksiya qilishimni so'rasanglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Qaysi viloyatdan ko'proq kommentariyada yozilgan so'zlarni ko'rsam, o'sha viloyatga keyingi safar bomba aksiya qilib beraman. O'zi mana Cobaltlarga menimcha Surxondaryo, Qashqadaryo yopishib bo'lgan. Taksistlar akalar. Yozsin, o'qib chiqamiz, kimga ovoz ko'p yig'ilgan bo'lsa, o'sha viloyatga aksiya qilib beraman. Shunday. Tamom. Bosinglar kommentariyani. Xo'p, endi Monzamiz bor ekan. Monza. Bu sotildimi? Xo'p, Sotilib. Bunday tez xo'p, birovchimiz qayerda? Bu ham sotilibdi. Bu sotilgan bo'lsa, bu sotilibdi-da. U sotilibdi. Qarang, menga reklamaga qilishga beribdilar, lekin sotilgan ekan. Mayli, xo'p. Tez sotiladi-da, akalar, xafa bo'lish yo'q. Monza 1.5. Xo'p, boshlang'ich to'lovimiz, qaranglar. Bu Monza ekan. Bu Monza 1.5imiz 37 ming yurgan, kraskasi top toza, 23 yili, avtomat, full boshlang'ich to'lovi. $4,800, oylik to'lovi $4,480 mingdan. Oylik to'lovi? $4,480 mingdan. Gentrani ham to'lovi 5,5 million chiqyapti So'movoyda. $4,480 mingdan Monza olaveringlar. Top toza Monza. Любой joyga aylanaveringlar qisqasi. Javob, ответ. O'zimga u bering, bekor gapirayotganim yo'q, jin emasman. Kallani ko'chadan olganim yo'q, topib olganim yo'q. Xo'p, endi 10X haqida aytaman. Akalar, 10X Redline'imiz bu besprabek, to'g'rimi? 10X besprabegimiz 2025 Redline'imiz. Boshlang'ich to'lov $5,460 ekan, sizlar $5,400 olib kelinglar. Oylik to'lovini $4,600 mingdan qilib beraman. $4,600 mingdan Redline 10X'da olib ketaverasizlar. $4,600 ming so'mdan eshak aravani puli bo'ldi. Olaverasizlar. Men hech nima deya olmayman. 3,8 Cobalt, 4,600 10X. Gaplaring bo'lsa, ekranga nomer qoldiramiz, o'zlariga aytinglar. Bemalol gap bo'lsa. Ha, kimdir gapi bo'lsa agar call centerga telefon qilib bo'lsa, rahbaringiz bilan gapimiz bor deb chaqirtirsalaringiz gaplashamiz. Muammo yo'q. Buchi mana bu. Xo'p, bu ham sotildimi? Qarang, keyin yana bitta joy. 10X Premierimiz bor ekan. Xo'sh. 10X Premierimiz bu yerda yo'q adashmasam. Podvalda menimcha. Podvalda 10X Premierimiz bor ekan. Bu ham pachka-ya. Pachka. Boshlang'ich to'lov besprabek 25 10X Premier Plusimiz, Premier Plus. Boshlang'ich to'lov $5,250, sizlar $5,200 olib kelinglar, oylik to'lovi $4,350 ming so'm. Olib ketaverasizlar. Bu shot spravka. Mana shu haqida aytdim-da. Ha, mana shu haqida aytdim-da. Besprabek Premier Plus haqida boya aytdim sizga. Bo'ldi. Tracker Premier Plus boshlang'ich to'lov $5,500, oylik to'lovi $5,450 ming. O'zining nomiga chiqadi bu. Ha, o'zining nomiga hamma xarajat ichida. Hammasi ichida. Da. Endi qarang. Cobalt style'imizni aytdik, Tracker Premier'imizni aytdik, Monza'mizni aytdik. Gentra'miz qopti. Qarang, bitta Gentra'mizni aytaman mana. 2022-yil Gentra. Qarang. So'z o'rnida oldinroq aytib ketaman bitta narsani. Akalar, trading xizmatimiz ham bor. Eski mashinangizni olib keling, o'rniga o'rin yangi olib ketasiz. 2013-yil, 2003-yil bo'ladimi? Hech qachon xijolat bo'lmang. Telefon qilib olib keling, shu yerga o'zimiz olib qolib, o'rniga o'rin pachka mashina, yurgan mashina qilib beraveramiz. Ha, yana so'z o'rnida aytib o'taman. Boshlang'ich to'lovsiz mashina so'raganlarga ham uyingizni garovga qo'yib, do'stingiz yoki akangizning mashinasini 2022 dan yuqori bo'lgan mashinangizni garovga qo'yib ham boshlang'ich bir simpulsiz mashina olib ketishingiz mumkin. Men bilmam bundan ziyod sharoit. Barcha bilmadi. Agar shunga ham qanaqadir negativ yozadiganlar bo'lsa, unda sizlarga like jonlang sog'. Boshqa gap yo'q. Boshqa gap yo'q. Gentra 2022mizda mana oldi chap eshikda kraska bor, ko'ryapsiz, yozib qo'yibdi. Ha, yozib qo'yibdi. Oldi chap eshik 40 sm pitno. Yozilgan turibdi. Yili 2022, 58743 km yurgan avtomat mashina sostenasi ideal holatda turibdi. Oldi chap eshikda. Ana shu tarafda 40 sm da pitno bor deyilgan. Endi bu mashinamizni boshlang'ich $3,490 bilan oylik to'lovini 3,750 ming. Nima deyapti? 3,750 mingdan Gentra avtomat nima deyapti?
Bormi zo'ri? Arzon, eng arzoni faqat Premier. Endi do'stlar, yana bitta sirni aytaman, siz xafa bo'lmaysiz bu gapga. Yo, bemalol. Kelib turib, Nasim Xolovdan kelyapmiz, obunachimiz desalaring, benzin quyib beradi, bemalol erkalik qilaveringlar. Yana sizlarga aytib qo'yaman, Premier Auto City'ning o'zining Instagrami bor, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarni mana Shu podpischalaringiz gapingiz uchun bitta 7 ta poligon podarka, mana. Mana. Meni ham niyatim shu edi. Qaranglarda, bloger bo'lsa ham bizni Instagram sahifamizni reklama qilib ketyaptilar. Ana u nima deydi? Qalbi toza insonda. To'xta, yana meni chaqirsin, pulini olay demaydi. Ko'ryapsizlarmi? Bu insonni men shu uchun yaxshi ko'raman. Akalar, like-da ayamanglar. Bu qilinayotgan hamma harakat faqat sizlar uchun. To'g'rimi? Shunday. Prosta obuna bo'lib qo'yasizlar. Bo'ldi, всё. Yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Yangiliklardan xabardor bo'lib turinglar. Keyin mashina olayotgan vaqtlarini ko'rsatinglar. Obunachingizman, ko'rib kuzatib yuribmiz sizlarni deb. Polik, Rahmat. benzin, yana nima kerak? Shu gapingiz uchun bitta polik Afarmanglarni itak bepul qilib berishyapti. Kelaverasiz. Kerak emas. Eng arzoni bizda. Akalar, so'zimizni yakunlaymiz, tezlashtiramiz, chunki vaqt ortiqcha kerak emas. Esingdan chiqarmanglar. Moshin pul shakalarimiz, sizlarga hurmatimiz baland. Avvalambor, avtokreditga mashina xarid qilishingizni, ipotekaga ham men maslahat bermagan bo'lardim. Eslaringizdan chiqarmanglar. Kredit yaxshi narsa emas. Ipotekaga olishlaringizga umuman maslahat bermayman. Chunki deganda ipotekaga olganingizdan keyin lutchi kvartiraga yashab, rastrojkaga bo'lib berishga, novostroyka uy olganingiz ma'qulroq. Chunki ipotekaga uy oladiganlarda pul to'laydigan asosiy foizi 8 million, 10 milliondan oyiga bankda o'ziga foizni o'ziga olib qo'yadi. Shunday. Undan ko'ra 300 dollar, 400 dollarga kvartiraga turganingiz ma'qul deb o'ylayman. Shuning uchun yurtdoshlar, so'z o'rnida aytib qo'yaman. Avvalambor qarzga, kreditga narsa olmanglar, yaxshilikka olib kelmaydi, oqibati juda og'ir bo'ladi. Lekin bu narsani o'zini egalari bor. Bir joydan pul kelib turgan, daromadi normalniy topib turgan, ishi zo'r bo'lib turgan, 2-3 qo'shimcha ishlari bor, akukalar Rossiyada ishlaydi, pul jo'natib turib yordamlashadigan oilalar olishlaringizni maslahat beraman. Chunki ko'za kunda emas, bir kuni kelib sinadi. Hammamizning boshimizda bir kun sovuq kunlar bor, issiq kunlar bor. Esdan chiqarib qo'ymanglar azizlar. Men sizlarni yaxshi ko'rganimcha to'g'risini aytaman. Jonlaring sog' bo'lsin, like-da ayamanglar, do'stlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Nasim Xolif akamizga duo qilib qo'yinglar. Bu inson haqiqatan vijdoni bor, halol mujik inson. To'g'risi, hurmatingiz baland hojaga. Joningiz sog' bo'lsin. Ekranda nomerlar qoldiramiz. Call centerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Nima savol javob bo'lsa, yangiliklar bo'lsa, Rossiyadan mashina olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz ham shehdan turib zalogchani tashab, faqat o'zlarining kartalariga ism familiyalari bilan Mirzayev Uktam Ulmasovich yoki Nozimov Azizjon chiqaradi. Uydagilaringiz kelib mashinani minib ketishaveradi. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Charchamang. Qisqa va tirs-tirs lo'nda.